Cristiano Ronaldo va Wayne Rooney Manchester Unitedda 5 yil birga o'ynagan bo'lsa ham bir-birini umuman yoqtirmaydi. Hozir sizlarga buni sabablarini keltirib beraman. Yuqoridagi gapim, Rooney va Ronaldo doim bir-biri bilan chiqisha olmagan. Bu nizo 2003-yil Ronaldo endigina MUga kelgan davrda boshlangan. U paytda Rooney Evertonda o'ynab yurardi va Manchester United Everton o'yinida Rooney Ronaldoga juda qattiq zarba berib, og'ir jarohat yetkazishiga bir vaqtga qoladi va ulardagi nizo aynan mana shu payti boshlangan. Bu jang oradan 3 yil o'tib 2006-yilgi Jahon chempionatida Portugaliya Angliya o'yinida davom etadi. Bu vaziyatda Ronaldo Rooneyga provokatsiya qiladi va ketidan Rooneyni qoidabuzarligini hakam ko'rmay qolgan joyida Ronaldo hakamga Rooneyni qilgan ishini aytib beradi va qizil berishini talab qiladi. Shu yerda ham Wayne'ni juda ham jahli chiqadi. Rooney bu vaziyat bilan bog'liq intervyuda shunday deydi: "Aslida men u vaziyatda ataylab qoida buzmagandim, lekin hakam Ronaldoni ko'rsatmasiga tayanib meni chetlatdi. O'yin haroratida men Ronaldoga e'tiroz qildim va ketidan butun omma va matbuot meni aybladi", deydi Rooney. Keyinchalik bir podkastda Ronaldodan Rooney haqida so'rashganda Ronaldo "Yo'q, biz hech qachon Rooney bilan do'st bo'lmaganmiz", deydi. Rooneyga esa Messi yoki Ronaldo qaysi biri yaxshiroq deyilganda Messini tanlagan. Insonlarning tabiati har xil. Ba'zan yillar davomida birga bo'lib yaqin bo'la olmaysan. Ba'zan endigina tanishib yillar davomida tanishgan insonlaringdan da ko'ra yaqinroq bo'lasan.